Agarda siz nimagadir erishmasangiz, men sizni tanlamayman. Nima qilaman aldab? Sizni yaxshi ko'raman, yoningizda bo'laman deb. Sizni yoningizda bo'lishi mumkin, qachonki sizdagi vajohatni, erkaklarga xos ovchilik xislatini ko'rsam. Otamni ko'ndirish hech nima emas, lekin sizdan yaxshiroq variant bo'lsa, majburlashib deb erga tegib ketaveraman. O'zimni oqlab albatta. Hissiyotlar bir kun kelib tugaydi. Sizni shunchaki hech kim qadrlamaydi. Bu azaldan shunday bo'lib kelgan va shunaqa davom etadi. Bilasanmi? Hozir sen meni eshitishing kerak. Chunki men intellektual tomonlama sendan ancha yaxshiroqman va buni ikkalamiz ham juda yaxshi bilamiz. Agar intellekting bo'lmasa-yu, puling bo'lsa seni eshitadigan, nima desang xo'p deydigan, ko'nglingga qaraydigan bo'lardim. Afsuski unday emas. Do'stim, jigarim deb nima qilaman? Bularning hammasi his-tuyg'ular. Vaziyat taranglashganda esa bularning hammasi chekida talqon etib turadi. Puling bormi? Ha, tushunarli. Demak-yu, sen yaxshi kadr bo'lishing mumkin. O'qish qizil diplomga bitirgan bo'lishing ham mumkin. Lekin to'g'risi, puling bo'lmasa masalani chekora olmayman. Men ham senga o'xshab qiynalib, kontrakt to'lab o'qishni bitirganman. Va pora berib ushbu lavozimga erishdim. Endi o'z pullarim qaytib olishim kerak. To'g'rimi yomon ko'ramiz, lekin o'zimizga kelganda dengizdan tonish qo'yib ishimizni hal qilamiz. Dunyo shunaqa. Shafqatsiz. Tushunarsan. Bu hayot qonuni. Seni hech kim shunchaki yaxshi ko'rmaydi. Sababi sen erkak kishisan. Sen bu urushda nima qilib bo'lsa ham g'alaba qozonishing kerak. Tushunarsan. Sen hech qachon ozod bo'la olmaysan.